Hurmatli obunachilar, Yevrozaborlarimiz shalaka bloklardan, paxsa urishlardan arzon tushadigan mana mahsulotlarni sizlarga taylab ko'rsatib o'tamiz do'stlar. E'tibor qilasizlar. Ancha qulaylik tomonlari bor. Olib borish dastlabki hammasi ichidagilarni chiroyli qilib olib borib beradi do'stlar. Qani ketdik. Do'stlar mana e'tibor qilamiz. Biron joyi yorilmagan sifatli Yevrozaborlarimiz bu stoykasi do'stlar. Hozir bu aka 1,5 likka to'g'ri keladi bu. 1,5. Ha, 1,5 2 razmida, balanti 1,5 bo'ladi. Eniga 2 metr bo'ladi. Mana shunaqa mustahkam Yevrozaborlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Hozir akalarimiz chiroyli ma'lumotlar berib o'tadi. Yevrazabor narxlarini sindiramiz. Like'larni bosinglar. Hurmatli obunachilar, agar 100 ta zabor xarid qilsangiz, 100 kamplikka 1 kamplik bonus qo'shiladi do'stlar. Aloqaga chiqamiz, akalarimizga kelishilgan narxlarda hamda sifatli darajada olib borib o'rnatib berishyapti. Gazini bosamiz. Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli do'stlar, hurmatli yurtdoshlarimiz. Xudo xolasa bugun Samarqand viloyati Ishtixon tumani, ya'ni 8-mart mahallasiga yetib kelganmiz do'stlar. Video boshida ko'rib turganingizdek, ajoyib sifatli Yevrozaborlarimiz haqida sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Do'stlar, juda avjiga chiqqan, hamma yaxshi biladi. Shunday telefon qilasiz, uyingizga to'g'ridan to'g'ri boradi. Dastlabki ustunatga o'rnatish hammasi ichida bo'ladi do'stlar. Siz birorta ish qilmaysiz, faqat ustalarga ozroq bir shibanka beton qo'yadigan zabor stoykasini o'rnatganda shunga ozroq sement bilan ozroq qum berasiz do'stlar, bo'ldi. Buyog'ini chiroyli qilib akalarimiz chiroyli o'rnatib berishadi. Video davomida mana ekranda rasmlarni chiqarib boryapmiz. Yevrozaborlarimiz mana shu shaklda o'rnatiladi do'stlar. Xohlaganingizdek, xohlasangiz 1,5 ga 2 razmer, xohlasangiz 2 ga 2 razmer kelishilgan narxda bo'ladi do'stlar. Sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Chiroyli qilib kanalga like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Kommentariya bo'limida o'z fikrlaringizni qoldirasiz degan umiddamiz. Sizlar uchun videolarimizni yana davom ettirib boramiz. Akalarimiz hozir ma'lumotlar berib o'tadi. Videomiz kanalda ajoyib narxlarda bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mani Yevrozaborlar skidkasi boshlangan. Ko'ringizlar. Hech puldan bo'lyapti aka, xudo xolasa 2 ga 2 razmerlarimiz. Asosan 2 ga 2 razmerlar talab ko'proq bo'lyapti. 2 ga 2 faqat shular talab yaxshi. 2 ga 2 razmerlar 330 dan 350 gacha. Ishtixon territoriyasigacha. Ishtixon territoriyasi. Faqat Ishtixon territoriyasiga. Ishtixondan chetga chiqmasa o'zi dastlabki oshirib dastlabki xizmati bor. Masalan, Ishtixon territoriyasidan uzoqroq joylarga bo'lsa, dastlabki qimmatroq bo'ladi. uncha qo'shiladi. Uncha baland qo'shilmaydi, lekin ozroq qo'shiladi-da. Hozir 1,5 ga 2 razmer ham bor dedik-da. 1,5 ga 2 razmerlari ham bor. Ular 300 dan 330 gacha bo'ladi. Balandroq 2,5 metrgacha hammi? Yo'q, 2,5 metrliklari ham bor. O zakasga quyiladi. O zakasga quyiladi. Faqat aytgan o'ziga zakasga quyiladi. 400 dan 450 gacha ketadi. Bu faqat zakas bilan quydiryapti o'g'rilarni. Hozir qarang, bundan boshqa fasonlar ham bormi? Bor. Necha xil fasonimiz bor gulda? Bir 10 xil fasonlar bor. 10 xil fason bor. Bir 3 ta sex bor, 3 ta sexda har xil ularni bor. Hozir bu 8-mart mahallasidan tashqari yana 8-mart Ravot mahallasidagi bu. Ishtixon territoriyasida 2 ta bor. Ishtixon territoriyasi. Bu yoqda ham filiallarmi? Bu yoqda ham bor. Mana bu hurmatli do'stlar, ustidagi gullari bu. Masalan, 1,5 metrga 2 metrlik xarid qilsangiz, 2 ta ko'rsatgan zaborimizdan qo'yiladi, bu 3-inchisi qo'yiladi. Chunki balandligi 50 dan bo'ladi. Pastdagilar ikkitasi 1 metr, bunisi bilan 1,5 metr bo'ladi. 2 metrlik bo'ladigan bo'lsa, 3-qatoriga, 4-qatoriga bunisi qo'yiladi do'stlar. Mana shu tipasida gullar. Bundan ham boshqacha fasonlari bor, xudo xolasa mana. Hurmatli obunachilar, mana akalarimizning dastlabki xizmatlari, avtomobillari mana do'stlar. Aka, xudo xolasa qayergacha dastlabkilar bo'lyapti hozirgi kunda? Hozirgi kunda Urgutdan buyog'i Oqtoshgacha boryapti. Qashqadaryo chegarasigacha borib keldi. Ya ketadi, dastlabki o'qsa o'zi dastlabkasiga qarab ketaveradi-da. Manzilda farqi yo'q. 12 viloyatgacha xizmat bor, xudo. Bor, 12 viloyatgacha xizmat bor. Joyiga qarab uzoqlashsa kelishaveradi. Uzoq yaqinga qarab kelishib ketaveradi hammasi. Qancha ko'proq bo'lsa, skidka bonus bo'ladi. Skidka bonus ketaveradi. Mana bu steykalari do'stlar, mana. Boshda sinovdan o'tkazib taylab ham ko'rsatdik do'stlar. Pul topishni ham o'zi bo'lmaydi, shunga yarasha sifatli narsa olishimiz kerak. Sizlarga sinab ko'rsatib o'tyapmiz do'stlar. Kelaveramiz mana sizlarga Samarqand viloyati Ishtixon tumani 8-mart mahallasining video syomkalarini olib boryapmiz do'stlar. Kelishilgan narxlarda bo'ladi.
Ha, sizlarga mana 100 ta olganga bitta bonus qo'shib beriladi deyiladi do'stlar. Aloqaga chiqaveramiz. Ekranda nominglar 24 soat ishlaydi akalarimizni. Kelishilgan narxlarda bo'ladi do'stlar. Ilyaros kanalidan ko'rib murojaat qilyapman degan yurtdoshlarimizga yoki Ilyaros kanalidan ko'rib keldim degan yurtdoshlarimizga kelishilgan narxda bo'ladi do'stlar. Aloqaga chiqaveramiz. Laykani ayamaymiz do'stlar. Laykani bosib qo'llab turamiz. Videolarimiz sizlar uchun davom ettirib boramiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lamiz. Sizlar uchun videolarni yana davom ettirib boramiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.